sun'iy intellekt bilan suhbatlashishlarini uni yengish uchun noodatiy savol berilishi kerak. Qanaqa tufli kiygansiz bugun desangiz, u keling mavzuni chetga surmasdan o'zimiz mavzumiz haqida gaplashaylik deb davom ettiradi. Yana siz noodatiy savol bering. Bugun ob-havo qanday O'zbekistonda, Toshkent shahrida desangiz, u yana aytadi. Mavzudan cheklashmagan holda, lekin oddiy odam bilan gaplashsangiz aytadi, bugun 34 edi deydi. Bugun qizil tufli kiyuvdim deydi. Shundan bilsa bo'ladiki, bu sun'iy intellekt. Endi firibgarlar asosan bizga shu rus tilini yomonlashmasu, lekin rus tilini ular suhbat instrumenti sifatida qabul qilgan va rus tilida ko'proq qo'ng'iroq qilishadi. Va asosan aytadigan so'zlari shu: tezroq boyib ketishni xohlasangiz, mana shunaqa amallarni oshiring, mana bu havolaga kiring yoki bo'lmasam investitsiya qiling degan. Yoki bo'lmasa sizni kartangizga hujum bo'ldi. Xuddi shunday. Hozirgi kunda SIP texnologiyasi raqamli vazirlik tomonidan, ya'ni to'xtatib qolingan. Hozirgi kunda chet eldan turib O'zbekiston raqami orqali mahalliy, ya'ni fuqarolarga qo'ng'iroq bo'lmaydi.